Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana rus tilidan совершенный vitdagi gлаголlarni o'tishda davom etamiz. Bugungi darsimizda ikkita fe'lni o'tib ketamiz. Birinchisi отдыхать, отдохнуть hamda давать dать bo'ladi ikkinchisi. Demak, biz boshlasak bo'laveradi. Xo'p, birinchi fe'limizdan boshlaydigan bo'lsak, отдыхать, отдохнуть dam olmoq degan ma'noga ega bo'ladi va undan keyin birorta joyda degan so'zni qo'ysak bo'laveradi. Где so'zini qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan окончание e bo'ladi, ya'ni birorta joyda где bo'ladi. Настоящее времяda несовершенный вид ishlatamiz, ya'ni отдыхать o'zgarishini ishlatamiz. Я отдыхаю, ты отдыхаешь, он она отдыхает, мы отдыхаем, вы отдыхаете, они отдыхают. Так, к примеру, я отдыхаю дома. Men uyda dam olyapman. Dom so'zi это исключение, istisno, shuning uchun дома desak bo'laveradi. Ты отдыхаешь в Ташкенте. Sen Toshkentda dam olyapsan. Он она отдыхает на даче. U dachada dam olyapti-da. Мы отдыхаем в Дубае. Biz Dubayda dam olyapmiz. Вы отдыхаете на море. Siz dengizda dam olyapsiz. Dengiz bilan bitta qiziqarli fakt shuki, v more degani dengizda, ya'ni suvni ichida, na more degani dengiz sohilida degan ma'noga ega. Они отдыхают, к примеру, в Китае. Ular Xitoyda dam olyapti. То есть, несовершенный видda biz настоящее времяni ishlatarkanmiz. Я отдыхаю, ты отдыхаешь, он она отдыхает bo'lar ekan. Мы отдыхаем, вы отдыхаете, они отдыхают bo'lib o'zgarar ekan. Xo'p, davom etsak bo'laveradi. Keyingisi это прошедшее время, ya'ni o'tgan zamon. O'tgan zamonimiz мужской род отдохнул bo'ladi, женский род отдохнула, множественное число отдохнули. К примеру, он отдохнул. Он отдохнул в Японии, да? U Yaponiyada dam oldi. Yaponiya tam iyaga to'yganlar i bo'lib ketadi. Так. Отдохнула. К примеру, там Азиза отдохнула дома. Азиза uyda dam oldi. Мы отдохнули, к примеру, в Египте, Misrda. Biz Misrda dam oldik. Это уже прошедшее время, o'tgan zamon bo'ladi, и у нас bizda будущее время. Отдохну, ты отдохнешь, он она отдохнет, мы отдохнем, вы отдохнете, они отдохнут. К примеру, я отдохну в бассейне. Men бассейнda dam olyapman, да? Dam olaman kelar zamonda. Ты отдохнешь в комнате. Sen xonada dam olasan. Он она отдохнет, к примеру, в ресторане. Мы отдохнем в лагере, да? Лагерда. Вы отдохнете на даче. Они отдохнут, к примеру, в горах. В горах, да? Ular dam olishadi. То есть отдыхать, отдохнуть shunaqa fe'l ekanki, настоящее времяda отдыхать o'zgarishi, прошедшее времяda отдохнуть o'tgan zamon ishlatilar ekan, hamda будущее времяda отдохнуть kelar zamon ishlatilar ekan. Xo'p, ana endi ikkinchi fe'lga o'tsak ham bo'laveradi. Xo'p, ikkinchi fe'lga ham yetib keldik va agarda siz mana shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qolishingizni so'ragan bo'lardim, hamda video sizga yoqqan bo'lsa like va izohlarda qoldirsangiz bo'laveradi. Ikkinchi fe'lga keladigan bo'lsak, давать dать, biror narsani kimgadir bermoq degan ma'noga ega, da? И bu yerda ikkita narsa ishlaydi. Nimanidir, это винительный падеж, и kimgadir, это дательный падеж ishlaydi.
Настоящее время hozirgi zamonda quyidagicha o'zgarishi mumkin. Я даю, ты даешь, он она дает, мы даем, вы даете, они дают. К примеру, я даю книгу другу, do'stimga kitobni beryapman. Книгу вините найпадешь, другу дайте найпадешь. Ты даешь мне деньги, sen menga pul beryapsan. Кому мне дательный kelyapti, что деньги. Ya'ni dательный bilan винительныйni o'rnini almashtirgan holatda ishlatsak bo'laveradi. Он она дает там mame подарок. U oyisiga sovg'a beryapti. Мы даем mame gullarni. Да? Цветы вы даете нам слово. Siz bizga so'z beryapsiz. Они дают учителю подарок. Ular ustozga sovg'a beryapti. Настоящее время давать ishlatiladi. O'zgarishi я даю, ты даешь, он она дает, мы даем, вы даете, они дают bo'lar ekan. Теперь прошедшее время это у нас дать-то o'tgan zamoni. Это, конечно, дал, дала, дали. Он дал сестре телефон. Она дала маме там цветы. Мы дали родителям слово. Да? Biz ota-onamizga so'z berdik. Будущее время da'tni ishlatarkanmiz kelasi zamonda. Da't вот это. Buni emas, buni ishlatarkanmiz kelasi zamonda. Как это будет? Qanday bo'ladi? Я дам, ты дашь, он она даст, мы дадим, вы дадите, они дадут. К примеру, я дам тебе свою книгу. Men senga o'zimning kitobimni beraman. Ты дашь мне деньги. Sen menga pul berasan. Он она даст другу, либо там yoki подруге подарок, sovg'a beradi. Мы дадим учителю наши тетради. Biz ustozimizga o'zimizni daftarlarimizni beramiz. Вы дадите им время. Siz ularga vaqt berasiz. Они дадут нам свои idеи. Ular bizga o'zlarining g'oyalarini beradi. Xo'p, do'stlar, shu bilan ikkinchi filmimiz ham tugadi. Ya'ni давайте дать filmimiz tugadi va agar sizlarga video yoqib qolgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, до свидания, пока-пока.